Ana videoni ana bitta ko'ringlar, muhtaram yurtboshimiz magazinchilar uchun, tadbirkorlar uchun qanaqa zo'r imkoniyatlar yaratib qo'yganlarda. Bitta men o'zim bir oyda 1 million limit olardim-da, 1 million. Shu Braziliyga tushdim. 850 ming shu yerning o'zida. 1 milliard, 2 milliardlab limit oladiganlar bor edi. Korxonalar endi elektr va gaz uchun faqat 15% oldindan to'laydi. Endilikda SQ va SQ tizimiga ulangan, to'lov intizomini buzmagan korxonalar elektr energiyasi va gaz uchun 100% emas, 15% oldindan to'lov qiladi. Bu tadbirkorlarning aylanma mablag'ini tejashga yordam beradi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning aytishicha, energetika sohasida boshqaruv tizimi ham o'zgartiriladi. Tumanlarda tadbirkorlarning bugungi ehtiyoji va kelajakdagi rejalariga qarab ishlaydigan yangi tizim joriy etiladi. Kelasi yildan qurilish sohasida ham yangi tartib boshlanadi. Har bir ishchi soat uchun eng kam ish haqining 5% miqdorida mablag' rejalashtiriladi.